Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana ishimizni yakuniy qismiga keldik. Bu yerga 9 qator bo'ldi balandligi. Uzunligi 17,5 metr betonimizni ustiga blokimizni bosdik. Ichkari hovliga zaborning ustiga ham 8 metrga joy bor edi. Yo'da ham bosdik. Mana ichkari tomoni to'liq videolarni chiqaryapmiz. Orada yakuniy qismini nima qilib oldingi ish jarayonimizda shkaturkamizni yakuniy qismini tushira olmabmiz. Istashib ketibdi operatorda. Endi mana video qilishga qaror qildik. Yana bir boshida aytib o'tsak, bloklarimizni sotib olinishi 3000 so'mdan donasi. Ketirib berishi ichiga yuklab o'zi ketirib beradi. Texnikasi ichida blogimizni kirish blok bu. 15 balandligi, 35 uzunligi. Eni ham 15. Ustaqiga keladigan bo'lsak 2000 so'mdan donasini berilyapti. Hozir ichkari hovlimizda ustalarimiz ishlashmoqda. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz videomiz jarayonida. Yangi uchastka bo'lgan. Qo'shni mana ikkalasini o'rtasida. Obunachilarimiz bizni kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa nasib qilsa ertaga yangi obyektga boramiz. Videolar chiqarib boramiz. Streshka jarayonlari bo'ladi. Beton quyish ishlari bo'ladi. Qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyga yozib qoldirasizlar. Bizlar qo'llashga harakat qilamiz. Shogirdlarimiz ishlashmoqda. Hovlimizda ichidagi 8 metr uzunligi qo'shni bilan ikkovlasini o'rtasida ajratib turuvchi joy bu. Sizni qiziqtiradigan savollar bo'lsa yozib qoldiring. Javob berishga harakat qilamiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'ling. Uzoqdan bir tushirib ko'rsatamiz.